Assalomu alaykum. JavaScriptda error handling bilan gaplashamiz. Ya'ni JavaScriptda qanaqangi error turlari bor, ularni qanaqa qilib ishlatish mumkin, siruv nima uchun ishlatiladi va JavaScript handle qila oladigan yoki JavaScript handle qila olmaydigan errorlar ham bor. Ya'ni JavaScriptga o'zidan turib uni ushlab bo'lmaydi. Xo'p, demak mana bunda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Try catch'dan, ya'ni JavaScriptda 5 xil errorlar bor. Reference error, type error, syntax error, URI error и range error. Bu errorlar JavaScript execution paytida chiqadigan errorlarning turlari va bittasidan tashqari syntaxdan tashqari, ya'ni syntax JavaScript runtime'ga o'tmasdan turib error bo'ladi. Shuning uchun mana bu error state'imizda ozgina, ya'ni bu yoqda ko'radigan bo'lsak, yana start point bor. JavaScript boshlanish nuqtasi kodni execute qiladi. Execute'ning ichidan 4 xil errorni, ya'ni syntax errordan boshqa errorlarni shu joyda try catch'ning ichida ishlatadi va error agar chiqsa, qolgan kod blok shu zahoti to'xtatiladi va catch blokiga o'tkazib yuboriladi va shu bilan tugaydi. Agar error chiqmasa, catch blokidan o'tib ketadi, finally-ni ishlab ketaveradi. Finally ikkala case'da ham ishlaydi. Error chiqsa, chiqmasa, undan qat'iy nazar ishlayveradi. Xo'p, bu yerda yana bir narsa, ya'ni mana bu joyda try ichiga qo'ydik. Try ichidan qanaqa qilib catch'ga uzatib yuborish mumkin deganiga siruv ishlatiladi. Ya'ni shu siruv bilan qanaqadir narsa return qilib yuborilsa, ana shu error catch statementga uzatib yuboriladi. Bu shu error statement deyiladi. Xo'p, shunaqa finally hamma case'da ishlaydi va faqat bitta narsada, ya'ni syntax error bo'ladigan bo'lsa, syntax error runtime'ga kirib kelmaydi. Syntax error runtime'dan oldin check qilinadi JavaScript kodiga va error chiqqan bo'ladigan bo'lsa, shu error runtime ichiga bo'lmagani uchun JavaScript execution'idan oldin error qaytaradi. Bu joyda, mana bu joyda ko'rsak bo'ladi. Pastda misol uchun mana let x thing mass rounds 4.6 i mana bunaqa nima bor? Qo'sh tirnoq virgul nuqta bor. Bu narsa qo'yilmasligi kerak va shuning uchun bu executionga kirmagan holatda, syntax tekshiruvdan o'tmagan holatda error qaytaradi va bu joyda bu handle qilinmaydi. Shunaqangi muammo. Mana bu yerda yozib qo'ygan by does not. Shunaqa JavaScriptlar shu yo'l bilan error handlerlar ishlatiladi. Savollar bo'lsa bemalol kommentariyada yozishingiz mumkin. Rahmat, salomat bo'linglar.